Tuzel Park loyihalari bo'yicha xushxabar bor. Marat Hamdamovning Imorat Development kompaniyasiga tegishli ekani aytib kelingan Tuzel Park turar joy majmuasi qurilishini boshlashdan avval tegishli ruxsatnomalar olinmagani ma'lum bo'ldi. Tuzel Park majmuasi qurilishi poytaxtning Yashnobod tumani Uchchinor mahallasi hududida Perfect Mansions MChJ tomonidan amalga oshirilmoqda. Quruvchi tashkilot mansabdorlariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasining Toshkent shahar inspeksiyasiga ko'ra, Perfect Mansions Tuzel Park loyihasi qurilishini Vazirlar Mahkamasi qaroriga zid ravishda o'zboshimchalik bilan belgilangan tartibda hududiy inspeksiyadan ro'yxatdan o'tmasdan olib borgan. Poytaxt prokuraturasining Kun.uzga ma'lum qilishicha, Perfect Mansions MChJ mansabdor shaxslariga nisbatan Jinoyat kodeksining 192.11-moddasi nodavlat tijorat tashkilotida mansabdor shaxslar tomonidan o'z vakolatlarini suiiste'mol qilish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergovni shahar prokuraturasining o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish bo'limi olib bormoqda. Do'stim Marat aytgandiki, bizni barcha loyihalarimiz Shu yil iyul oyida poytaxt hokimligi 59 ta obyektda qurilish to'xtatilib, elektr tarmog'idan uzib qo'yilgani haqida xabar bergandi. Ushbu ro'yxatda Tuzel Parkni qurayotgan Perfect Mansions MChJ ham mavjud. Ochiq ma'lumotlarga ko'ra, Perfect Mansions MChJning ustav kapitalida Bahrom Saitov 98% ga va Muhammad Dilshodov 2% ga egalik qiladi. Firma rahbari Ilhom Boboqulov, Imorat Development yoki Marat Hamdamov ta'sischilar yoki boshqaruv tarkibida rasman ko'rinmaydi.